Jigarlar video boshlanishidan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Jigarlar bu formatda men birinchi marta video qilib ko'ryapman. Imlo xatolar bo'lgan bo'lsa yoki biron bir xato bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman. Bo'lmasa videoga o'tamiz qani-ku. Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Riko. Jigarlar, bugungi videomizda noodatiy oldi hech kim ko'rmagan akkauntlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu formatda videoim birinchi marta. Video boshlanishidan oldin like bilan podpiska bosib qo'yinglar jigarlar va kim qanaqa akkaunt biladi, kommentariyaga yozib ketinglar ID'sini, hammani yozganiga atvet qilishga harakat qilaman jigarlar. Bo'lmasa videoni bosh jigarlar, ko'rishinglar mumkin. Birinchi akkauntimiz 60-uровень. Kiramiz, kirib kelishimiz bilan nima? Jigarlar, full set kutib turibdi bizani. Donatli darajasi 46 ekan, RP berkitilgan. Old narsalardan lednik full, oq qora короче, sariq hammasi bor ekan. Yopiq ekan, lekin kolleksiyasi yopiq ekan. Nimalar borligini ko'ra olmas ekanmiz jigarlar. Bu yoqqa o'tsak, nechinchi sezonda o'ynab kelayotgan ekan. Ikkinchi sezondan beri o'ynab kelayotgan akkaunt ekan jigarlar. Ko'rgan bo'lsanglar, keyingi akkauntga o'tamiz bo'lsa. Jigarlar, mana ikkinchi akkauntimiz juda загрузка bo'lmayapti. Mana jigarlar, ikkinchi akkauntimiz hamma bilgan, menimcha bilmaganlar uchun S1 zavasi bor. Dunyodagi bir dona akkaunt. S1 zavasi bor, bir dona akkaunt ban olgan. Sababini bilmayman jigarlar. ID'sini qidirib topishga harakat qildim. Ko'rishinglar mumkin, donatorskiy akkaunt. Dunyoda bir dona S1 zavasi bor jigarlar. Ko'rishinglar mumkin. PMGSL Jahon chempionati 2019 sovrindori bo'lsa kerak. Shuni deb yozib qo'ydi tituliga. Bo'lmasa 3-akkauntga o'tamiz jigarlar. Jigarlar, mana 3-akkauntimiz. Ko'rishinglar mumkin, bu sezonda o'ynalayotgan ekan. Nimasi noodatiy bo'lishi mumkin? Oddiy akkaunt, mana ko'rishinglar mumkin. RP'si ochiq ekan. M12 da o'ynalib kelayotgan akkaunt ekan. 3ta sezon уже full RP olingan. Shunda bu yoqqa kiramiz. 4 yillik akkaunt ekan jigarlar, 4 yillik. 36 kolleksiya. Ko'rishinglar mumkin jigarlar. Bir dona faraoni full emas, fulldan bitta past, короче. Bu yoqda qo'ygan hamma narsasi default, bitta faraoni bor. 96 full. Faraon 7-chilarni shunaqa adashmasam. 6 yo 7 uncha farqi bormayman. Oddiy akkaunt o'ynayotgan ekan egasi. 4-akkauntga o'tamiz jigarlar. Ko'rishinglar mumkin jigarlar, oxirgi akkauntimiz, oxirgi olib qo'ygan akkauntim. S12 zavasi bor. Akkauntga kiramiz jigarlar. Hamma yog'ini yashirib qo'ygan. Jon sport karlar bo'lsa kerak, menimcha hozir kechat qilib ko'ramiz jigarlar. Ungacha RP'sini ko'rib turamiz kechat qilib bo'lguncha. S5 dan o'ynalayotgan ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da. Full 9 ta RP olingan ekan. S5 dan boshlanib, bu yoq o'ynalmagan. Kirib chiqib, короче, kechat qilmayapti. Nimasi noodatiy bo'lishi mumkin? Oq sport karlar bor ekan. Koreyskiy akkaunt, koreyskiy pablik, короче, bu yoqqa o'tamiz. Hozir ko'rsataman, nima noodatiy narsasi bor, internetga o'tib qoldi. Hozir загрузка bo'lsin jigarlar. Ko'rsataman. Загрузка bo'ldi. Bu yog'i berkitilgan. Kolleksiyasiga kiramiz jigarlar. 64 va nima narsasi noodatiy. Оружияларga kiramiz. Hech kim ko'rmagan, hech kim bilmagan M16 A4 bor bu yerda. Mana ko'rishinglar mumkin, M16 A4 lednik. Hali hech kim ko'rmagan bu narsani jigarlar. Menimcha adashmasam, O'zbekistonda birinchi bo'lib menda chiqyapti bu video, adashmasam. Skachat qo'ysan, ungacha bu yerda yana bitta orужие bor.
juda ham kam odam ko'rgan. Mana jigarlar ko'rishinglar mumkin. M16 Ator Musli, короче, letnik jigarlar 6784 ta odam like bosgan. Juda kamyob odam ko'rgan buni. Tak, yana nimasi bor noodatiy qozmaslik ko'rsataman. Noodatiy skin bor mashina bitta. Tak, bu emas. Shu yerda jigarlar mana ko'rishinglar mumkin. Menimcha globalda bo'lmasa kerak bu skin. Tak, nimasi noodatiy desanglar. Tak, ko'rishinglar mumkin. Hali menimcha hech kim ko'rmagan bo'lsa kerak bu skinni. Menimcha bir dona mana shu akkauntda bor. PUBG misol uchun 8 yil chiqqan, 8 yil oldin chiqqan bo'lsa bu akkaunt, bir dona mana shu akkauntda bo'lsa kerak menimcha. Hali hech kim ko'rmagan bu skinni. Tak. Yo'q, kolleksiyasiga o'tamiz, to'g'ri kiyimlariga o'tamiz. Tak, defaultni hammada bor kiyimlar. Qaysi akkauntdan menimcha hamma narsani qaytarib tashlayapti. Globalda keyin qaytyapti. Shu ikkita narsa tak. Mana shu M16 Ator bilan boyga ko'rgan bo'lsanglar, Trabash menimcha hech kim ko'rmagan bo'lsa kerak. Qayerda edi? Tak. Ko'rishinglar mumkin. Shu оружие like bosib qo'yaman bunga. Ko'p odam ko'rgan ekan lekin buni. Buni ko'rgan ekan M16 Ator letniki kamyob odam ko'rgan. Shunaqa gaplar. Jigarlar, videomiz cho'zilib ketdi. Bunaqa formatda birinchi marta video olaman jigarlar. Video yoqqan bo'lsa like bilan podpiskani bosib qo'yinglar jigarlar. Kim qanaqa akkaunt bo'ladi? Kommentariyaga ID'sini yozib qoldiringlar jigarlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bilan obunani unutmanglar.